Nima qiladi jahannam futbolida ishlab deyman. Guldak yashavasak mana. Shu kim xotirjam bo'lsa-ku, endi boylik degan shu, shundaymi? Evet. Imda kelmaydi aşkısa. O gullar var. Kelmaydi qalxaydi. Senin uyan kirib çay düşməylə bir quruq qazım çaqıyla ustab ketdi də. Bizim yem da. Uyan yaxın bolğandan soğuğu bardı uyanda. Nima ba? Xotluğumuzdan demiş qildi avasidan. Biz degan boyning aladi to'saqa va turigidan xo'shlanlar yebdi ken. İki tane ne çilip egen. Şöyle. Bama. Şöyle yep oturma. Şöyle. Ulan bizde bir saklap baksa. Quruq qazımını çaqıb oturaverməylə. Bula. Tova qildim, tova. Ma qadirankam shunda bir isladan bo'lmasa. Lekin Qosimjon degan o'g'il ajab bir pul to'ymaydigan bir bola ekan o. Shuni demammi Ayshamxon? Oshxona ochgan bo'lsa-ku, bir nuri. Uyda o'tgan tomoqqa pul olgan bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mabtumka, chiriq-machiriq tilima. Qosim axon. Xo'sh. Yaqindan buyon sizlar pul topadigan yaxshi bir yo'l topib olgandek qilsang'o. Qaysi yo'lni deydiganlar Mabtumka? Uylarga mehmon chaqirdi ekanlar. Ondan qaytadigan chog'da yeb pishganini hisoblab pul oldi ekansizlar. Tova qildim, tova. Men mavjud cho'nglab mandashni anglab boqmabdi ekanman. Ota-bobamizni tortib biz mehmon do'st haq. Mehmonsa jinimizni aymaymiz. Har qancha pul qamroq olsang mujnam qilamsizlar. Sizning o'rningiz turib men mashdan naytim xijil oldim. Mashallah qat'iy bo'lmabdi. Bu asli manda ish Mabtumka. Bol tushundirmanglar. Tömür işlerin içinde yel koysang Buxara deydigan gap bor. Hozir hammadan nasıl şu gap. Pul topaylı lekin insaf bilan to'g'ri yo'ldan topaylı. Pulni deplam odamning yuzidagi g'ashni qilmayli ukam. Men o'zimning inimning o'yinsiga gapni da'vatman. Qani o'zing o'ylab boqinglar. Bu Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davlat yaxshimi? O'tiribdik qo. 13tayda. Ha. Qasmaxon. Ha? Mush bundikin hayit oyimda sizlarga partik boramdiq ya. Shumi gapmi? Buni so'rash ketam davlat aqa. Ya endi shu partiga borsak yegan go'sht qilib qolamsiz deyman ha. Davlat. Ağzını koyar geldi ben sen. Maalesef Uçak koyun bak yine. Bani gibi ne? Abdücuma. Yine cuma davut yine sine. Abdücuma. Hakkıma davut sine. Bak bunun dibini değmem bak günlük ya. Estağfurullah. Hakkıma davut sine. Aldırmayın da. Öykege mimaladım pul ammayla, satturda, bommayda desem yengem eline, hiçbir bommaydı deydi. Mana hep de obdan buldum ha. Bu iş şu vakti kallamdan ötmegen mena. Bu nemisatçilik deyemem de. Bu məldi qanda üzümlü götürüp jüreyim hem de. Voy jenim balam, çeçilmiğna undaq. Sen degендek bunçla çoğun iş mi emes bu? Ana. Sen ben talatçılık çıkmagan diken bu gapta haberim yok. Hazır hemme adamın ağzıda şu gap deyme. Xuddi men uğurluq qilib tutilib qolgandek. Nadim ekeldi mush yengem aş tük başını. Zaten mush mumyan pulni qaytirib etmasam faqat ko'nglim arama tushmaydi juma mening. Hey! Ha yenge chiriq to'lma. Chiriqni obdanma. Mumyan pullarını bir ekesile. Ma pul bana sığma gidek. Voy neymiş oldu Qasımjon? Neymiş qaytdin ben o ming koy pulni? Yenge, sizlar ma bizning mahallada bo'layotgan gap so'zdan xabarsiz. Shunchalik ishmidi. Haq nima desa demamdi. Bu degan bozor eglik davri. Bu halol pul topganning nima yomoni bor deyman. Haqning gapini olsak, ishim qilmay o'tdasak qildi. Bir parvo qilmasa unda gapga. Yenge, ma ishda menga nasihat qilma demay. Ma pullarni ekesizlar degandikin ekesizlar.
Sizlar hozir menga 1000 og'iz gap qilsalarim, men pulni olmayman. Sizlarga pul lozim bo'lgan bilan yanga, menga 100 lozim. Men mahallada yursam bo'ladi. Ma'qul. At akılları çoğuyu bağmakçıdı. Akılları bir poysla. Ha, ma'qul emsa. Ma'qul, xo'sh. Aka. Men mo'yab pulni olay. Meni bir ekitib, meni bir xotirjam qilay. Qasımcan, ben bu işini anladım. Hem de ona aile sayahatçilikini yolga koyup, dihallahının kirimini aşırış bu yaxşı iş. Lekin bizim kentimizden dihalları, texma bu katmal iddiyanın buyunturgudan kutlanmagaçka, bu işine tek hiç yolga koyulmayıvadı. Ma piştin açığı da çapanını otuk sağan bilen bombaydı ofka. Kalk degen sözlep toktap kaladım. Tek bara seni doğraydıgan boladı. Bunda iş mening beşimimi bek cık kelgen. Şuna ma işini davamlaştırıp, başkalarına ülgü olsak deymi. Şu emasmi? Aka, sen ya başkalarını qaqt so'qt qilmasan. Ular uchun mulozimat qilgandan keyin bu pul olishing aqlli ish emasmi bu? Ma hozir ichkari o'lkalarda oila sayohatchilik degan taraqqiy qilib, shu yerliklarning muhim bir kirim manbasiga aylanib qoldi. Biz ma davr bilan tang ma'musak, qanday zaman loyiq bo'ldi aka. Men bu ishni xato demadim. Başta kallamdan ötmegen bilen keyin ötken. Anısı? Lekin sizlar hozir menga degan mush gaplaringni, mush maldagi hammalarning o'ylariga bir-birlab chirib, shularni kallasidan bir o'tkiza olamsizlar. Bo'ldilar. Men ya bir pulim yetishmay ochtoq qolgan odam bo'lmagan ekan, xotirjam bir tirikchiligimni qilay. Meni bu ish bu zo'limanglar bo'ldi. Nim bo'la qoldim men. Bizning kichikimizda üzme, cigde degan mevlarni pulganmaydi. Uçragan yerdi bekar yep ütettik. Potolka kısı kaşılap satılan işko esla yok idi. Lekin zaman terakki kılıp ademler köpeygen süre bu işlağa hayran kaladigan adem kalmadı. Demekçi men ki Kasımcan balam devri özgerdi. Kıygan işin toğra. Davamlaştırıversen hak asta könep kalıdı. Assalomu alaykum. Aleykümselam Begraba, kimlar? Voy. Nimda hammanglar hashqipchak gurdek sulishab, beshig'ini sangilab ketdi? Ha, sizlar biram maxfiy ishni maslahat qilib o'tildinglar. Ha, bo'pti. Men aralashmay. Men jiddiy bir ish bilan kelib qoldim. Ata etdiganda ma kenatda bir cho'ng'ig'in ichildi o'xshaydi. Shuni meni jiddiy uftirish qilaver deganda shuningla kelishim. Xabar topdik Bekraxon. Ha, xabar tamam sizlar. Bo'ldi. Men sen aldirash. Ma bir necha oilaliklar bor. Shularni uftirish qilib o'tmsam bo'lmaydi. Men chiqay. Ma'qul. Uzatmadik hamsa. Ma'qul, men chiqay. Ha, ma'qul hamsa. Ma'qul. Desem demesem hammayan usuga qo'ng'izdek sesitib gap tushib, men xapliq deb berganmish Bekri. Ajab zerikdim mush qo'shnidan, ajab zerikdim. Hey. Daltaqo. Daltaqo. Beknomaga. Ha, birda o'tiramiz, yig'in boshlang'icha. Yudong'ni ekran o'tiraman. Yig'in boshlang'iz deb o'tiraman. Ha? Bu işten aldıraçadır ne mişiğin kim bu? Aldirash deb ketgan. Voy, sunning nima ish qilyapsan aldirash? Kundek işim var benim. Ha. Bugün baratlı kart oynağa. Beni üç kol yeme veripla. Mühim işim var. Et oynayıp kitip kaldı. Şu an bir ettigen dikilişim. Tazı bir oynayıp yeme verip pakış kılaydı gente bunu. Ne mişiğin kim bu? Nima yig'inga? Ha? Sizlarga sekretarning yanıq berib, nima yig'inda deb so'rab keldinglar. So'ramasam bilemek. Qog'ozga xatni bir monch o'qib o'tgandan keyin, bu kentimning yuzini tushidi deb, Öyle Qosımning adini beramiga deyman ha?
ashta qilib qolsa, gul qaqalaringni toza ichilib ketadi. Menimcha bo'lsa baqo, shu beshiga qog'oz bosini kiygizib, bo'yniga tog'toy esib, cho'g'itib bir sazoy qilaversin deb ketaman jumani. Ha, ma atrofdagilar oldiroq kelinglar, yig'inni boshlaymiz. Sekretar chaqiryapti. Burada o'tirdik mana. Mana ash oldiga borlar. Ha, ishkinglar oldiroq kelinglar, oldiga. Sizlar kelinglar. Ara o'tag'an toq. Shada o'tasaqmi anglaydi qo'shig'inni. Tataxo, ha? Burketni qo'yla. Ha. Yuzinglik nim bo'ldi? Akşam geç kaptırma, kömey türük sıvaldı bu. O, defa. Magi pangla eva 2 yosh qoldi deb baysangi ishnamiki. Silag'o tataxo. Mush bir umr xotindan tayoq yeb, xotinga bo'zak qilib o'tdingiz juma. Voy, kima? Sizlar Sillama suvi. Xudoda qo'rqadigan, tutqunum tutib ishdan bayib qilishadigan. nima dedinglar tataxo? Men xotinning ishdan payp qilish yuyam deganman. Ha? Tataxo, og'zingni beqib so'zdan juma tataxo. Bekip sözden oturma, yalgan mı ta? Rasm etemsa? Nasılmay? Nima? Tataxo, sizni kep qilishma da. Voy. Sen akşam kedirip koyarlar. Şu sana kedirip koyarlar. Nima? 1, 2, 3. Bak. Hey, ishkinglar aşık məşıqda bir-birini qichilib, nimada jim o'tamaysizlar? Ha? Ma dataxoning 5 taylab ketibdi-kan. Shu dopisni bunda qilsam oyog'i nim qilib ketdi-ku. Ya, ne verdi? Yüz taştı etti, kaset taşı etti. Mana shamol tushirib ketdi. Ekilacı kanı. Shundaqmi? Nimanda o'ptaq adamsizlar, ha? Agar sizning rostli shunday xiyolinglar bor bo'lsa, hozir g'it qisib o'tirib, men yig'inni anglab, yig'in tugagandan keyin davtaxonni uyingni gapirib, beshini yelpib qo'yinglar. Bo'lamda? Anlayın bunu uyguma. Yig'inmi tuga? Ha, qarindoshlar, diqqat qilinglar. Ha? Biz nima g'amda, sizlar nima g'amda? Biz qanday qilsak har qaysinglarni betib, Alloh saviyaga yetkazamiz. Qanday qilsak sizlarni baxtli turmushga erishtiramiz deb davomli qiymanlarni yeydi ekanmiz. Lekin oranglardagi ba'zi bir qism yo'ldoshlar qasddan qushqunga o'ltirib olib, bizga moslashmaydi. Yig'in alsak anglamaydi. O'zining ishini asla aql so'rab qilmaydi. Bizde Allah seni yetkizmeyen değil misin o sekreter? Bizde kadar halımız var. Atubumuz var o. Ma jutrap çomotken ağlama kalktı değil mi? Quruq olti atqanға mushuk aptap chiqmaydi davtaxon. Mana peshonimizni tar aquzab besa qoladi. Silg'o, xuddi quduqning ichidagi paqadek qo'sqonni to'yg'izib oliblar. Dunyoda mendan boy, mendan baxtli odam yo'q deb o'ylaydigan odamsizlar. Ilinglar bor to'pollar. Bu 6 günlük alemde canlı kıynap dedi kepti. Hoş meningchi olsa, dokmuştik aşbaqni kapqansiga berib, aş atning qanida çayın demlep içib elib. Keyindan aş 5 sıq kababda bir nonga yögep, yeb, qo'saqni to'yg'izib olsa, boyliq degan shu. Sekretar, agar bizni haqiqiy boy qilma deydigan ishlar bo'lsa, maoshimizni 5000 ko'yga o'stirib besla. Biz sizdan bu dünya razı olup gitimiz için. To'g'ri. Mana. Deb desam qapoqdan suv to'kilgandek, unda valaqshsa. Qasonlig'iga xuddi o'dak sujuq bo'lgandek gap ta'sir qilmaydi. Elim hukumatning bekor pul ib turib, maoshimizni o'stirib bersa da'vatqinni. Diqqat qilinglar. Endi men yig'inni rasmiy boshlaymiz, ha? Endi biz navbatda qiladigan bir qism ishlarimiz to'g'riliq paralashib olaylik. Birinchi gap. Kentimizning kuzlik yig'im ishlari asosan oxirlashgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi dehqonlarimiz qo'noqlarni texish yig'ib olamadi. Shunga biz ularga bir hafta vaqt beramiz. Mana mush bir haftagacha ular qo'noqlarni yig'ib ololmay, ha? Kuzgi bug'doylarni terib olamizsa, bizning o'chaqda ularga gapimiz bor. Ikkinchi gap. O'tgan yili Arostonning ust tarafiga chapgan zaykashlik toza chunqur chepilmag'achqa hozir tinib ketdi. Shunga pat arada bu zaykashlikni qayta chapmasak bo'lmaydi. Hamda xizmat korpusining boshlig'i Ahmadjon Tursunni ishga so'z qilib berishga qanday taklif qilaylik? Yoldaşlar,
asosiy gapni Hoshim sekretar deb o'tdi. Men bu to'g'riliq ko'p to'xtalmayman. Tuvanda men kentimiz o'lga ilishikdagi chiqib berishni e'lon qilaman. Yaqinda kentimizdan dehqon Qosim Qodir biz uzundan buyon tashabbus qilib kelayotgan dehqonlarning qo'shimcha kirimini oshirishdagi muhim bir yo'l oila sayohatchiligini yo'l qo'yishda tunji qadamni besib hammamizga o'lga tiklab berdi. Bu ishni biz anglagandan keyin nihoyat mamnun bo'ldik. Ham yezning yaqindan qo'llashi bilan Qosim Qodirning uyini sayohatchilikka mos keladigan qilib o'zgartirish uchun 10 ming yuan yordam berishni qaror qildik. Bu pulni oshxona silish, hojatxona silish bilan birga oqotish, remont qilish qatorliq munosabatli ishlarga ishlatadi. Agar Qosim Qodirga ham lozim bo'lsa, qarz amonat kooperatividan o'simsiz qarz olib beramiz. Bu rostmi ya? Rost, Qosimjon. Bu ishdan hargiz aymanmay, obqoshi gapga ishonmay, dadil menga. Oila sayohatchiligi deganni oilada oshxona ichish deb tushunsangiz bo'laverdi. Biz qachon qatmal etining asoratidan qutuldik ekanmiz, andin halliq saviyaga yetalaymiz. Rahmat. Yana bir gap. Aranglarda Qosimjonni o'lga qilib, oila aramgohi qurishni xohlaydigan bo'lsa, biz o'xshashli yordam qilamiz ham ularni qo'llaymiz. Qani, aramizda shunday orzu-savol bo'lsa, o'zingni ifodasangiz bo'ladi. Kentimizde Seyköktat, Goşyak, Ennivas Tolak. Alalda işlep pul tapsak bolduken. Ben bir sınav göre bakay. Bo'ladi, qo'llaymiz. Ha, boshqa o'zini ma'lum qilganlar bormi? Bo'ldigan gapkan bu. Mening ayolim tamoq bek usta. Men sinab ko'rib boqay. Nima qildim? Nima bo'lib ketdi bu jahon? Bu shuni demabsizlar? Oshdan tuzliq foydagan xotini tamoq istib ketgan alik. O tamoq degan nima deb aytaylar? Nima degan to'sam jiran buni? Tuzliq gap bo'ldi. Lag'mi aytmaydigan xotiniga tamoq istib ketgan alik. Açılıkma, öğütürler. Ha, gene.大家都不要客气，这是我们自己院子种的葡萄，梨子也是，都尝一下啊。Kıyımcan, nasıl oldu? Çay içime dep o'tirsam, yig'in kechikib qolgandekman. Bo'ldi. Nashtani shahar kirib qilay. Hey bu kunda naştı qilmasangiz o'tingizga tosh tushib qolsa qanday qilsiz? Ish besib oldi, Aynur. Men bir jinimni nechiga bo'lamayapman. Nerede kurdunlar bu hemkarlık kooperatifini? Ya bir gün aramamaydıkensizler, ya tamakını vaxtida yemeydikensizler, uyku yok. Neymiş kız bunda pulunu tepip, canını ısrap kılıp. Voy. Ajab, vitildaqning tuxumini yeb olgandek etiganda vit qilaversa, men ishlig'i yetishmayapman deyapman. He ma'qul.
Va aleyküm assalom. Ha. Voy ukam, bugun bir kun bosib kirmay tursang bo'lmamda. Ha. Ha, bo'ldi. Ha, ma'qul. Saqlab turamiz. Men seni ilib mangay. Bo'ldi. Xo'sh. Hey, Qaysarjanmi bilib boramdikan shaharga? Ha. Eli qizning sevgini ketdi-da u. Ha? Qaysi qizni? Hey, qarang. Qaysarjon Urumchida o'qiyotgan vaqtda-chu bir qiz bilan aralashibdi-kan, Ha. O qizlar shaharda ishlaydi ekan. Aqchin shuni sevgini ketib bordiganda u. Ha. Manda gap borda tiqa. Ha. Hey, bu gapni ajab men anglamabdiman-a? Voy, men endi angladim. Endi bildi. Qaysarjonni shaharga demada to'liq xotiraydigan desam, manda gap borda bu yerda. Hey, yana xijil qilib yuziga sapshumang. Vaqti kelgancha o'zdaychimi? Men ikkinlarning o'tirsida azroq paytshab bo'lgani yaxshi. Voy, bunchalik ishni belgichiligim bor. Bo'ldi. Men kechikib qoldim. Men o'yladim hamsa. Qaysarjon, bugungi yig'inga senmi men bilan birga qatnashsang bo'pti. Men nima ish qilaman aka? Bo'ldi sen qatnashivagina. Bu yig'in viloyat bo'yicha chaqirilgan korxona shirkatlar bilan dehqonlar hamkorlik kooperativining uchrashish yig'ini ekan. Balkim qatnashgan bo'lsang, sana foydasi tegib qoladi. Tuni o'zing bir o'rindan bir odam qatnash kerak deb aytmoqdan. Aka, bo'ldi sen qatnashib, mush fursatda jiqroq korxonachilar bilan tanishib olgan, ha? Emis bugun sen nima ish qilsan? Necha vaqtdan beri men sayrada yurib zerikib qoldim. Shaharga kirib do'stim bilan ko'rishiman. Ular bilan kelgusi istiqbol, g'oyalarimiz to'g'risida paranglashamiz. Nima? Istiqbol? Ha? Qiziq gap qilasan-ku. Men taksini istiqbolini bizning hamkorlik kooperatividan topdi deb o'tirman-ku. Kulasan-ku. Aka, bu xizmat, istiqbol, g'oya deganlar bu hargizmi bir hukm emas. Men necha vaqtdan beri sana hamkorlik kooperativida yordamlashyapman. Bu mening taqdirimning to'liq hal etgan emasdi. Ha? Yaqindan buyon g'alati gaplarni qilgan bo'lib qoldim-ku. Kallangda bir o'zgarish bo'lyapti-ku ya. Aka. Bunda desam boshqacha o'ylab qolma. Balki bizning bir narsaga bo'lgan ko'z qarashimiz o'xshamaydigandir. Mening bu hayotlikda boshqacharoq planim bor. Burun men sana degan bu aka. Assalomu alaykum Qadir aka. O'tdingmi? Va alaykum assalom. Bekrakon, Ha? o'xshab qopsan-ku, nima bo'ldi? Shu ozroq kelishmaslik kelib qoldi. Nima ish bo'ldi? Eliqi bizning bog'dagi ko'nilqi ko'ktat ursiga putim tiqilib ketib, tas qoldim desizlar, jondan ayrilg'ini. Men degandim-ku. Ma urangni ya kumbat, ya yangidan yaptı. Yağaç taşları çirip gitti o demaganmidi? Shu Qadir aka, gaplarga ko'ngilishmayaptimi emasmi? Shu putim sunib ketdimi, nima qattiq og'rib ketib qoldi. Hali chiqa yo'qmidi? Voy, u lalmi xotin akşam anasıniki ketken desizlar, mush vaqt yo'q. Sap mushda ish vaqti, jonga izg'atadigan vaqtida yenimdi yo'q. Lalmi xotinimizni Doktorga verip ko'rinmasang bo'lmag'idek. ha? Qasımcan. Hey Qasımcan. Ha, dada? Ha, dada? Ma Bekraxundan futqarilib ketibdi. Doktorga berib kel. Voy, Bekraxun to'lg'aning bo'ldi? Azroq kelishmaslik kelib qoldi Qasmoqi. Bu gapni keyin deyishinglar. Men toksikletni aytacağım. Ha, ma'qul. Men senin ahvolingni bilmayman Bekraxun.
Ma pulni al. Doktorga ko'rinib kel. Bundaq qilsam qanday bo'ladi Qodir aka? O'tganda olgan qarz pulni tek qaytarammagan tursam, bo'ldi, meni xijil qilmaslar. Xijil bo'ladigan ish yo'q. Qo'shnidachilikda mushundaq vaqtida esqatmasak qanday bo'ladi? Ala ma pulni. Qodir aka. Astagfirullah. Ala. Ma'qul, rahmat. Chiqinglar. Bu ma'qulmaydi. Ketchi. Ama. Oy. Aldırma, avaylanam sen. Adres boşuna tutunlar. Bekrahın sırana yezide Rızvan Gülü'yle leperini bek oynap gitti de attı. Şunu sürüp ettim yaptın la. Deni kül demem la. Bu leper oynayan kapısını gittim deme. Kızak yapılar. Demin abi. Aldırma oturun düşman. Aldırma oturun la. Ha. Asra. Kütüremez putan la. Asta kötü. Oy. Asta. Rast sürüp gitti mi ma putan la? Bek ahırıp gitken karaganda. Avaylan la. Vaca. Vaca sen kötü lan yaptın. Ağın kötü lan deyim. Tutmayı deyim ben. Ha, mukum oturun la sen? Ha, buldu. Aldırmayı koyuyorlar. Peske koyuyorlar. Balam, Bekri Akın'la ısırak doktorga. Ha. Yak tenik sürköstüp, üzden bil elip geldim ha. Buldu. Hartıcan buldu da. Ay Bekrahın da attek çapıdağıp beklemedi da. Kanday dedim Bekrah o? Bak şu da kılaslı. Bil elip geldim ha bala. Mak dedi. Hartıcan buldu. Kadir Hakk'a bakla rahmet. Hoş, Kudayım emanet. Bakla. Aldırma. Bugün kişiyle yama yakşı çıldırıcıma. Bek yaxşı oldu. Bek yaxşı oldu. Yama tamam mı? Kes. Bexalla imkarlıq kooperatifini qurğanalı bək yaxşı olubdu cuma. Rahmet. Men mundaq bir teklif berey. Bu buraderning gapidan qaragан chaqda hamkorlik kooperatifi xili ko'linishib qopti. Setish yo'llarimi xili kengayibdi. Endi shirkat qurib, mahsulot ishlab chiqarishni o'ylasa bo'g'dik. Men shuni demoqchi edim. Nishoninglar cho'qim aniq bo'lishi kerak. Hozirgi ahvoldan qarag'an vaqtida shirkat qurish zo'r ekan. Men izchil hamkorlik kooperativini ishlayli bo'lib keldim. Bu shirkat qurishni faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Hozir sizlarning gapinglarni anglagandan keyin mening kallam boshqadan echilgandek bo'ldi. Mening bir teklifim Noqolalda yezilik mahsulotlarni elib setishdan pishiqlab ishlashga yuzlansanglar, hozirgidan ko'p yaxshi bo'ladi. Rahmat. Mana 5-5-gacha o'qish bitib necha oy bo'lib ketdi. Vaqt nima degan tez o'tgan. Shuni degina. Bu necha ichida beshimizda nurg'un ishlarni o'tkazdik. Turmush biz o'ylagandek unchalik romantik emas ekan. Reallikdagi kechmishlar ba'zi odamni rostalik o'ngirtib qo'ygan juma. Deganing to'g'ri. Bir chog'larda istiqbolimiz, g'oyamiz to'g'risida nurg'un go'zal orzularni qildik. Qani shu istiqbol g'oya deganlar. Sunashlaring yaxshi-ku. Ne bunda ümidsiz gaplarni qilsa? Tirishsaqla jamiyatda bir kishilik o'rnimizni tiklay olamiz. Sharoitning qandoq bo'lishi, qavatqashimizning qandoq bo'lishi muhim emas. Gap o'z qadr-qimmatimizni namoyon qilishda. Biz bunday deyishmagan. Biz o'zimizdan kasb natija qozimiz deb va'dalashganmizmi? Voy, ketmaysan bu. Balkim u vaqtida biz hamma ishlarni bek g'oyivlashtirayotgan bo'lishimiz mumkin. Chunki u vaqtida biz jamiyatni tushunmaydik-da. Farida, hozir men uchun o'zgarmagan bir narsa qoldi. Uning nimaligini bilamsan?
Bilemedin ha? İkimizin hissiyatı. Mana şu narsalar bana ümit berişlab kelyapti. Har qatim qiyinchilik uchursam yoki umidsizlansam sen yodimga kelsa, xuddi o'zimni tiqib qo'ygan kichik kompyuter baldek his qilaman. Ha. Sinan nazaringda men bir tal kampitgaman-da. Sen men uchun dunyodagi birdan bir va eng tatli kamp. O'qitishga faqat qilmashmidi. Ishqilib ko'nglim tushansang bo'ldi. Endi qaytamdi. Ishqi bodog'im yerim saqlab qopti. Kechib qolsam bo'lmaydi. Ma'qul. Aha, Ublaxon. At, abiyatini hamma gapni deyish bo'lsaq, yantilpa qilib qapsiz-ku. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Chataq chiqdi. Chataqning cho'ngi chiqdi. Bu tezroq dangla. Bu qanday chataq chiqdi? Qiyim o'z oldiga shirkat qurmoqchi bo'libdi. Viloyat ichilayotgan dehqonlar hamkorlik kooperativ yig'ini qatnashayotgan Ro'shanbog' yezsidagi Jilil shundoq deydi. Men uningga telefon qilib, o'g'limning sunnat to'yi qatnashib beramsa desam, u gapning gap chiqib, aslida Qiyim o'z oldiga shirkat qurmoqchi bo'libdi-ku. Da'vatmanda, ha? Uning ustiga viloyat korxonchilar uningga yo'l ko'rsatdi emasmi? Voy, bu xato anglab qolmagansizlar? Voy, adisha, men qayt so'radim. Voy, bu qanday gap bo'lib ketdi endi? Oldi bilan o'zidan bir qayta so'raylar. Ondan bir gap bo'lsin. Bir gap bo'lsin deysan-ku. Bizning kooperativninki pulini desmiy silib, bizni aralashtirmay, o'z oldiga shirkat qurishgan bo'ladi. Ha, qanday bo'ladi? Ublaxon, o'zingni besib beringlar. Oldi bilan hammasimiz bir yoq yig'alaylar. Ma'qul. Sal turib ko'rishlar. Ma'qul. Men bu qatim nurg'unlagan yangi uchurlarga erishib qaytib keldim adash. Oddiy holdagi setib chiqarishga qaraganda, mahsulot pishiqlab ishlab chiqarishning taraqqiyoti xeli tez bo'ladi ekan. Buning uchun shirkat yoki zavod qurish to'liq muhim ekan. Men sening maqsadingni tushundim adash. Men sening shirkat ishingni albatta qo'llayman. Menimcha rost gapni desak, hamkorlik kooperativimiz qurilganiga ancha ko'p vaqt bo'lmadi. O'limizda xon. Uning ustiga topgan payimiz ancha ko'p emas. Shunday sharoit sizlar o'z oldiga bu shirkat ochaman desanglar, mablag' va kuchda chechilib ketadimi? Yo'q. Bizning hamkorlik kooperativimizning mablag'iga men chaqilmayman. O'z oldimga ish qilmoqchi deyapman. Adash, men sening gapingni faqat tushunamadim-ku. Sizning demoqchi bo'lganinglar hamkorlik kooperativimizdan boshqa yana bir shirkat ichma? Hepbelli. Dal to'g'ri bo'ldi. Mening asosiy zehnim yana davomli bizning hamkorlik kooperativida bo'ladi. Shirkat qurishdan maqsad mahsulot pishiqlab ishlab chiqarish turini yo'lga qo'ymoqchi. Men sizlarni mush ishdan xabardor bo'lib qolsin deb keldim adash. Eysajon aka. Desam, mushu gapni so'raydi. Ha, Eysajon, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi emas? Voy, nima bo'ldinglar? Mijozing yo'q emas-da? Ya, og'rib qolmadim. Yangi xabardan birini angladim. Anglasam, Qiyim o'z oldiga bir shirkat yechib olmoqchi bo'pti. Şunu bilan bir ko'rishib, paranglashmaqay degan. Ha, ko'rishaylar. Ha, Qiyim bo'lmish bizning uyda. Ha, bizim dal shu gapni deyishayotgan hozir. Qiyim hamma gapni menga dedi. Ha, ma'qul. Undan siz kelinglar, qolgan gap shu joyda deyishlamasa. Ma'qul adash, ma'qul. Adash, sizlarning bu shirkat ochadigan ishinglar hamma pir ketibdi-a? Bu shirkatning dag'dug'isi bakulab ketadigan o'xshamamda.
Voy amin qacha, qanday Tijman to'lima, optan to'lima. Tishlar. Bekraqim ich baqsin deb ozroq cho'chirib kirgandim. Voy, yan nimaga avaro og'ala amin qacha. Avar bo'lmadim, avar bo'lmadim. Olamdim. Asla. Rahmat. Bekraqim hozir qandaq yotida? Xil omdan, men 2-3 kundan sonra putuna ishqim yenib, omdan bo'lib qoldi. Ha, qandaq bo'lsa, ha qandaq. Hanim bo'z u kuni mening yo'qligimga Qosimjon doktorxonaga olib boribdi, xulim xo'shni bo'lg'ach, bek rahmat, bek rahmat. Voy, nimaga rahmat deyla? Qo'shni tursaq, qo'shnining beshiq kunchisi ez qatmasaq bo'lamdi hech qan. Shu. Voy, men gap turib ketganimizda uyga kirsizlar. Voy, rahmat. Qozon qumchim shundan qolganda, men chiqib yig'ishtirib olay. Bir quruqul chiqarma. Ya. Ma'qul. Yanamlamsa, ma'qul. Xutan, Ha? o'yildi gap qilgan kim u? Ha, amin xacham. Cho'chor yetibgan sizlarni bir ish baqsin deb akiribdi. Ajab bir xijil qildi ya ular bizni. Unda qilmasin bo'ladi. Bu qizliqga ma'no bo'lib beraymi? Ma'qul. Ma'qul deb yetishni qo'panma, Voy. yetibmanda. Yetishmoqdaymi o'zim turay. Endi baka bir tekkizsam jinimni olsa baka. Yo Allah. Ajab mushuk og'riydi ekansizlar. Elim yaxshi putunni qarilib ketibdi. Sunib ketgan bo'lsa qana qilatinglar? Qanday qilatdi? Mana hozirgidek yotatdim. Sen baqatding. Qo'shnilar mana shunday chuchurlarni itib yo'qlaydi. Chep yaxshigina bu, ha? Qo'shqa kerak. Koğun igeç bir paranlı şirkelanı gelen la. Gelen la. Gelen la. Oy ben seni yüzünde pişti. Hey ağıyla hey. Nımıda zıfansıma otursa. Bu gep olsa cang dangla. Kotun kişiler maydat botta ama. Kanta diyen gep oldu ba. Gelen la ha koğun. Kıyın. İnin kardeş bizi yeyle. Ha, nasıl rakı? İnin la ha. O bu nimde gelmeydi anda. Şunu deyim ha. Qasımjon, Ha? ma ya bilan bir etishmay tursan bo'ptikan. Neymiş qa? Bakraqun yugurib kelib qaz qanday qilsizlar? O'tiranlardagi da'vo bitirib bo'lgandan keyin endi chiqilsanglarmi ulgursizlar emasmi? Onun ustiga Bakraqun hozir mang'anmay yozsa. Sizlarmi shunday vaqtda aplasanglar toza qamlashmasmikan? Aramızdaki to'xtamning vaqti taqa to'shmadi sekretar. Onun ustiga men necha kunning oldida Bakraqun bilan mush yer to'g'ri paranglashdim. O bo'ldi yani siz teriringlar debdi. Shuning bilan bir yillik pulini qo'liga tutqizib qo'yib, endi mush teray deb turishim ya. Unda olsa o qo'limga pulni topshirib oldim deb sizning qo'lingizga bir ikkilik isbot yozib berdimi? Ha? Yani o'tgankidek o'ktamlik qilmasin. Bultoq konu to'xtamni yig'ilib qo'ydik. Endi yenib olmaydigan bo'ldi. Anday yer bo'lsa bo'pti. Lekin o'zingizmi Bakraqunning mijozini obdan bilisizlar. Shunda. U yili 10 yili ta'tir bo'ladigan nima? Endi 4 kun o'tmay so'rishib yurmisin deyman-ku shu. Asli sekretar meningmi bu yani bir terig'im yo'qda. Bakraqunning o'ziga bir qaytirib berib, boshqa ishimni qilay degan. Ammo lekin Bakraqun men mayani terib bo'lolmayman. Endi o'tganda shunday bir qamlashmagan ish qilib qo'yaptimi? Xafanmisanglar? Yani o'zinglar teriversanglar debdi. Ma'qul deb, akishi olgandan keyin akishining lavzini bir ilik elib, shuni bir teray deb qo'pdim ya. Bo'ptimi? Da ishkanda. Unda sizlar bu yerga shu o'xshash teriveramsizlar. Shunday qilamiz sekretar, bu shalliq qo'ygandan keyin ham qo'g'in taviz terg'ilmaydi emasmi bu yerga? Bu yer shelinglar nayt bek obdan o'xshab ketdi. Shunda. Kelar yili yani buningdan bekrak o'xshab, azdir ko'ptir pul tep qolsanglar, Bakraqunning ko'zi qizirib,
Yügrep gelip gelinlik esil misil meyli go. Kasımcan, ben bana tövenki meylik düşürdüğüm bir azırak işim battı, ben çıkıp çıkay. Azizane diyarım var. Vay, kaç tedep makanım var.